Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Navbatdagi ishimiz Farg'ona Qo'yada bo'ldi. Bu lestnitsamiz dorg'azaxonada, ya'ni zalga kirish lestnitsasi bo'ladi. Tagi podval. Bu yerda 9 ta spenka bo'lgan. Spenkalarning razmerlari 15,5 dan, oyoq qo'yilgani har doimgida 30 sm dan bo'ldi. Mana bu oyoq qo'yilgani, tikkaligi esa 15,5 dan bo'ldi. Bugun ertalab tushuvdik. Bir kunda obedgacha buni tayyorladik. Bu yoqda ham bitta lestnitsamiz bor. Ikkinchisi bu. Obeddan keyin buni tayyorladik. Bitta hovlida ikkita lestnitsa bor. Bu yoq uy dahliz, bu yoqda uy dahlizi kiriladi, endi bu yoqda mehmonxona kiriladi. Buni ham razmerlari xuddi shunaqa bo'lgan, 15,5 ga 30 dan bo'lgan razmerlari. Tepada 3 kvadratdan monolит bor, leshatkasi. Ikkala zinamizga ham bittadan stolga qo'yib berdi. Stolga qo'ymasa bo'lmaydi oxiriga. Stolga qo'ymagan taqdirda ham turadi. Ko'p yuk chiqqanda pul bo'lmaydi. Shuning uchun qo'yib qo'ygan yaxshi oxiriga. Buni ertaga betonni quyamiz. Xudo xohlasa. Kuzatib tursanglar, betondan keyin ham videosini qo'yib ko'rsataman barchalarga. Armaturalarimiz Begot 12 armatura har doimgidek devorni tishib, devorga qotirganmiz. Shu joylari devorga 15-20 sm kiradi. Bu yog'i esa palibkadan ko'rishingiz mumkin, mana tagi 5 sm ko'tarilib turadi. Beton tagi ham yaxshi o'tish uchun. Sizlar uchun bek sinalari bo'ldi. Bizlarni kuzatib borishda davom etinglar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Kimga shunaqa zinalar xizmat kerak bo'lsa, 99 kodi bilan 170 0916 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Kuzatib tursanglar, beton quyilgandan keyin videosini albatta qo'yib ko'rsataman. Barchalarga rahmat kattakon. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Sizlarimizni quyib yakunladik. Mashina bo'ldi, xudo xohlasa. Ikkinchisi aloqaga chiqaverasizlar, sizlar uchun bek sinalar.